Homiladorlik ayol hayotidagi eng go'zal davr. Ammo biologik nuqtai nazardan bu inson tanasi bardosh bera oladigan eng katta va mas'uliyatli jarayonlardan biridir. O'ylab ko'ring, siz hozir shunchaki farzand kutmayapsiz. Ichingizda mutlaqo yangi qon tomirlar, asab tizimi, suyaklar va butun boshli yangi a'zo shakllanmoqda. Shu sababli homiladorlikning ilk oylaridayoq ko'plab ayollar o'zlarini holsiz, xotirasi pasaygan va kayfiyatsiz his etadilar. Atrofdagilar buni homiladorlik injiqligi deyishi mumkin. Ammo ilm-fan buni organizmning o'tkir darmon-dorilar tanqisligi deb ataydi. Bugun biz sof ilm-fan va tibbiyot tilida gaplashamiz. Ayol tanasi bu davrda aslida nimaga muhtoj va o'zimiz bilmagan holda qanday xatolarga yo'l qo'yamiz? Homiladorlikning birinchi oylarida ayol tanasida umumiy qon hajmi deyarli 50% ga, ya'ni taxminan 1,5 litrga ko'payadi. Lekin bu yerda bir ilmiy paradoks bor. Qonning suyuq qismi ko'paygani bilan uning ichidagi kislorod tashuvchilar, ya'ni eritrositlar o'z-o'zidan ko'payib qolmaydi. Natijada qon suyuladi. Miya va mushaklar kislorod ochligida qoladi. Ertalab o'rindan tura olmaslik va tinimsiz charchoqning asl ilmiy sababi xuddi shudir. Buni qoplash uchun ko'pchilik go'sht yoki jigar yeyishni boshlaydi. Lekin bu yerda ko'pchilik bilmaydigan bitta ilmiy sir bor: temir moddasi. S vitaminisiz qonga deyarli so'rilmaydi. Agar siz qora choy bilan go'sht yesangiz, choy tarkibidagi tanin moddasi temirni to'sib qo'yadi va mehnatingiz zoyi ketadi. Eng to'g'ri va foydali usul temirga boy mahsulotlarni iste'mol qilgach, ketidan limonli suv yoki namatak damlamasini ichishdir. Shundagina temir organizmga 100% o'zlashtiriladi. Ikkinchi muhim jarayon bu suyak va mineral zaxiralarining taqsimlanishi. Chaqaloqning skeleti shakllanayotganda onaning qonida doimiy kalsiy aylanib yurishi shart. Agar siz ovqat orqali yetarlicha kalsiy qabul qilmasangiz, tana onaning suyaklari va tishlaridan kalsiyni olib homilaga uzatishni boshlaydi. Tug'ruqdan keyin tishlarim to'kildi, tizzalarim og'riydi degan shikoyatlar aynan shu jarayonning oqibatidir. Ilmiy maslahat: kalsiyga boy mahsulotlarni asosan kechqurun iste'mol qiling, chunki suyak to'qimalari aynan tunda uyqu paytida faol tiklanadi. Miya shakllanishi uchun esa yog' kerak. Chaqaloq miyasining katta qismini omega 3 yog' kislotalari tashkil etadi. Yong'oq va dengiz mahsulotlaridagi tabiiy omega 3 chaqaloqning intellektual rivojlanishiga bevosita mas'uldir. Homiladorlikning eng qiyin tomoni bu toksikoz. Buning sababi tanani tinchlantiruvchi progesteron gormoni keskin oshib, oshqozon ichak tizimining harakatini sekinlashtirib qo'yadi. 2014-yilda Xalqaro ko'chrayin tibbiyot bazasida e'lon qilingan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bu holatda eng kuchli tabiiy yechim bu zanjabildir. Zanjabil oshqozon motorikasini yaxshilaydi va asabni tinchlantirib, ko'ngil aynishini tabiiy ravishda to'xtatadi. Yana bir muhim o'zgarish: ona organizmi yangi hayotga moslashishi va uni himoya qilishi uchun ayolning shaxsiy immuniteti biroz pasayadi. Bu normal biologik mexanizm, ammo buning oqibatida ayol shamollash va infeksiyalarga tez chalinadigan bo'lib qoladi. Sintetik vitaminlar ko'pincha oshqozonni tirnaydi va to'liq o'zlashtirilmaydi. Ayniqsa homiladorlikdek nozik davrda organizmga faqatgina 100% xavfsiz va tabiiy ozuqa kerak. Shu o'rinda Sunnah Products brendi onalar salomatligi uchun mutlaqo xavfsiz bo'lgan tabiiy yechimlarni tavsiya etadi. Toksikozni yengish va oshqozon faoliyatini yaxshilash uchun zanjabil va asal kombinatsiyasi, temir moddasi o'zlashtirilishini oshirish va immunitetni himoya qilish uchun C vitaminiga boy tabiiy namatak mahsulotlari, kundalik toza quvvat va holsizlikka qarshi kimyoviy ishlov berilmagan oliy navli toza xom asal. Eslatma: homiladorlik vaqtida har qanday yangi mahsulotlarni qabul qilishdan oldin me'yorni saqlash va shifokoringiz bilan maslahatlashishni unutmang. Homiladorlik bu onaning faqat qiyinchilik chekishi emas, balki to'g'ri oziqlanish va ilm orqali munosib nasl qoldirishga tayyorgarlikdir. Tanangizga u so'ragan tabiiy quvvatni bering. Bugungi ilmiy amaliy maslahatlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va uni homilador yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videomizda tabiiy mahsulotlar va dorilar qachon qaysi birini tanlash kerak degan muhim mavzuni tahlil qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va sog'lom hayotni biz bilan boshlang.